Resulallah, Habiballah, Nebiyallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Allah'ın rahmetini qoğlanğan şeytanın azdırıp yetişidin Allah'a sığınıp panah talab qılaman. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Sələf-rızılına bütün kainatını yaratqan, dünya və ahiretlik, nicatlik yolu bolğan, haq dini, İslam diniga hidayet qılğan, qudretlik Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga çəksiz zəmdələri bolsun. Alemlerge rahmet qılıb əvətilgən, barlıq peyğəmbərlərin ən əvzili, ən axırqısı bolğan Hazreti Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge, şu Cenab-ı Resulullah'ın ailesiga, şu Cenab-ı Resulullah olan birge yaşayan barlıq sahabı keremlerge ve onların yoluga izchil qiyomat gün kadar erişip mangan barlıq mümin Müslüman birodarlarga Allah'ın rahmeti ve selamı bolsun. Assalamu alaikum hürmetli qarindoshlar. Biz Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarihi hakkında başlayan dersimizin devamını yine bugün okuyumuz. Biz tünögünkü dersimizde Arapların joylashgan coğrafilik o'rni, yurt makonlari ve Arap millatları hakkında to'xtalgan edik. Hem ularninki mushu hakimiyet sistemisi, shakli, huquq, mansab qandaq bo'ladi, qay shaklda elib berilgan. Bu hukmdor, rahbarlik qatlamidagi kishilar bilan qo'llasidagi fuqarolar o'rtasidagi munosabat qandaq edi degan haqda to'xtalib o'tgan edik. Endi bugungi darsimizda mush arablarning din diyonati, ya'ni Janob Rasululloh payg'ambar qilib avatilishdan ilgari arablar qaysi aqidada, qaysi e'tiqodda edi? Ular qaysi dinga e'tiqod qildi? Biz bu haqda tanışıp o'tishimizga to'g'ri keladi. Ve şu sebepten bugünkü dersimiz Diyanatul Arab. Arapların din diyaneti. Kana mu'zamul Arabi yadinuna bidini İbrahim aleyhisselam. Arapların köp kısmı İbrahim aleyhisselam'ınki dini bo'lgan tevhid diniga aqida qilib kelgan, şu tevhid dinine din tutup kelgan edi. İbrahim Aleyhisselam'ın evlatları şu Mekke'de üsp yetilgen Arap qoruqluğa taqılgandan başlap muş İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid dini olgan muşu İbrahim Aleyhisselam'ın dinine din tutup kelgan edi. Ular Allah'a ibadet qilibdi, Allah'ni birdab bilibdi, birdab aqidat qilibdi. İbrahim Allah'ınki to'g'ri bo'lgan, haq dini bo'lgan dini faaliyetlerine çin esalatdı. Olağa müddet vaqt uzagan sıra ular asıltılgan bu haq dindin bo'lgan nisibisini unuttu. İlla annahum baqa fihimut tevhid ve iddatu şair min hazat din. Lekin şundaqtım onların içinde tevhid. Yine muşu dinin bir qancha şuarlık faaliyetlere izchil davomlashib kelgan. Qachongacha? Bu Xuza'a qabilasining boshqa Amr ibn Luhay degan kishining o'zi kelganga qadar. Mana bu Amr ibn Luhay degan bu kishi bu ma'rufdan, ya'ni yaxshilikdan, sadiqli ihsondan, din ishlariga bo'lgan irismanlikdan nihoyatda cho'ng bir ustida edi. Onu adamlar bak yaxshi ko'rdi. Onun gibiga o'nab, unaga bo'ysunibdi. Nimishqa ular tarafdan shundoq gumon bo'lganlikdan bu Amr ibn Luhay
bu alimlarning eng cho'ng alimlarning qatoridan eng fazilatlik avliyolik kishilarning qatoridan deb gumon qilganlikdan uning gapiga qo'ysinite uni odamlar pek yaxshi ko'rdi. Summa innahu safara ila sham fara'ahum ya'buduna al-awsan fastahsana zalika wa dhannahu haqqan li'anna ash-shama mahallu ar-rusul wal kutub. Mana bu Xuza qabilasining boshlig'i bo'lgan Amr ibn Luhay bu Shamga safar qildi. U Sham xalqining butlarga cho'qinayotganligini ko'rib, u ajab yaxshi ishkan deb yaxshi sanadi va uni haq deb o'ylab qoldi. Nimishki bu Sham xalqininki bu butga ibodat qilayotgan bu ahvollarini bu yaxshi, bu haqiqat deb o'ylab qoladi desa, li'anna ash-shama mahallur rusul wal kutub. Sham bo'lsa payg'ambarlar yashagan, payg'ambarlar o'tgan, Alloh tarafdan kitob tushirilgan o'rin deb qaraganligi uchun ularning u butga cho'qinishlarini, butga ibodat qilishlarini yaxshi, bu haqiqat deb qarab qolgan. Ondan keyin bu Xuza qabilasining boshlig'i Amr ibn Luhay o'zi bilan birlikda Ubal ismli bir butni ekkeldi. Uni Ka'baning ichiga qo'yib qo'ydi. Makka ahlini Allohga shirik keltirishga chaqirdi. Makka ahlimi bu Amr ibn Luhayning bu chaqirgan Allohga shirik keltirish da'vat chaqirig'iga ijobat qildi, qabul qildi. Ondan keyin uzun qolmay Hijaz ahli bu Makka ahliga agashdi. Nimishqa deganda Hijaz ahli shunda deb qaragan, chunki Makka ahli o'simi Baytullohga igdorchilik qilayotgan haram ahli deb qaraganligi uchun Makka ahliga agashdi. Wa kana ubalu min al-aqiq al-ahmar ala surati insan. Bu Ubal namlı but bu insan şeklinde bu kızıl maylırak bir rengdeydi. Bu onkulu sonuk idi. Edreketu Kureyş'un kedalik. Mana bu Kureyş'ler şu onkulu sonuk halette taptı. Bu Kureyş'ler bu Ubal namlı butka altından bir kolunu yasadı. Ve kana mana bu müşriklerin ve kana evvel senemin lil müşrikin. Mana bu müşriklerin tuncu butu oldu. Hem bu Mekke müşriklerinin en çoğun bildiğin, en mukaddes, en ulug deb bildiğin butu oldu. Ve min aqdami asnamihim Manat. Mana bu Qurayshliklerin en kadimi butlarının qatoridan Manat deb butu oldu. Bu Manat degan but Huzayl qabilasi, Xuza qabilasiga xos edi. Wa kanat bil mushallali ala sahil al bahr al ahmar hazva Qudayd. Mana bu Manat degan but Qizil dengizning bo'yidagi bu mushallal degan bu tog' davonida, yana bu dovonlikning o'ziga Qudaydga tang, Qudayd degan o'ringa tang barobar qo'yib qo'yilgan. Bu mushallal deganimiz Qudayd degan o'ringa u tog'dan pastga tushadigan bir tog'ning davoni mushallal. Mana mushallal degan davonga qo'yib qo'ygan. Ondan keyin ular bu Lat degan butni Toifiga qo'ydi. Hem bu Lat degan bu Toifidagi Saqif qabilasiga mansub shularga xos bo'ldi. Hem bu Lat degan but Toifininki Moşo sol tarafdagi masjidning munar o'rniga qo'yib qo'ygan. Summat takhazul Uzza yuvadi naxlati Shamiya fawqa zati irq. Ular Uzza degan butning o'zini zati irq degan o'rinning ustun tarafidagi vadi naxlati Shamiya degan o'ringa qo'ydi. Mana bu but başqa nurg'unlagan qabilalar bilan birlikda Qurayshlar Bani Kinana
cho'qinadigan, ibodat qiladigan, shularga xos bir but bo'ldi. Mana yuqori tilga ilingan Hubal, Manat, Uzza degan bu 3 tane but Arablarningki eng cho'ng butlari edi. Mana bu Arablarning ichiga shirik e'tiqod ko'paydi va har bir zamonda but haykallar ko'payib ketdi. Hem şu tarixda shunday deb tilga olindi, Amr ibn Luhay degan kishi uning jillat tarafidan ko'ziga ko'riladigan bir jindan bir do'sti bor edi. Mana bu jindan bo'lgan ko'riladigan bu do'sti uningga shunday deb xabar berdi, Nuh alayhisolamning qavmlarininki cho'qinib kelgan, ibodat qilib kelgan bu haykallari, ya'ni Udda, Suva, Yag'uz, Ya'uq, Nasr degan bu butlari Ciddi degan o'ringa ko'milingan deb xabar berdi. Bu Amr ibn Luhay degan bu kishining o'zi o Ciddi degan o o'ringa kelib, u yerdan qizib chiqardi. Ondan keyin uni Tahomi zaminiga etgan. Bu haj mavsumi kelgan vaqtning o'zida bu butlarni har bir qabilaga berdi. Har bir qabila bu butni o'z yurtiga etdi. Amma Hud namlı bu but şu Kel kabilesiga oldu. Yani Irak'a yakın bo'lgan Şam zamanidagi Dövmetul Cendel degan o'rindagi Jarsh degan joyda bo'ldi. Amma Suva degan butga kelsak, bu but Huzayl ibn Mudrikat degan qabilaga bo'ldi. Bu bir o'ringa deyilir, bu o'rinning o'ziga Huzayl ibn Mudrikat deyiladigan shu o'ringa bo'ldi. Ya'ni Hijoz zamonidan Ruhat deb atiladigan o'rin. Bu Makkaga yaqin bo'lgan, sahil tarafdan Makkaga yaqin. Ammo Yag'uz nomli but bu o'simi Bani G'utayb qabilasiga xos bo'ldi. Bu Bani Murad qabilasidan. Bu Saba degan joyga Jurb degan o'rinda. Ammo Ya'uq degan but bu Yaman zaminining Hayvon kentidagi Hamadan qabilasiga xos bo'ldi. Bu Hayvon deganimiz Hamadan degan qabilaning bir aymog'i. Ammo Nasr degan butga kelsak, bu Himyar zaminidagi Ali Zilkila aymog'ininki Himyar cemiyetiге mensup xas bo'ldi. Mana bu Arab mushriklara bu tağutlar üçün xuddi Ka'bani ulug'lagan o'xshash ular ulug'laydigan bir uylarni yasadi, saldi. Mana bu uylarning alayda bir uyni tozlaydigan boshqurg'uvchisi, xizmatkorlari va uni yo'gab qo'yadigan yopiqlari bo'lgan. Va kanat tahdi laha kama yahdi lil Ka'b. Mana bu Makka mushriklari bu uylarning o'ziga xuddi Ka'baga hadiya qilgan o'xshash hadiya sovg'a salomlarni qildi. Hadiya qildi. Ularningki o'zlarining ustiga bo'lgan bir Ka'baning fazilatini e'tirof qilishdilar. Yoki Ka'baning şu öydün necesi ortiq fazilatli ekanligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, Ka'baga qanday narsa hadiya qilingan bo'lsa, shu uylarning o'ziga shu narsalar hadiya qilinadi. Shu narsalarni hadiya qiladi. Boshqa qabilalarmi dal mush butparastlik aqida yo'li bo'yicha mavjud. Ular o'zlari uchun iloh qilib aqida qilgan butlarni yasadi. Hem onun için xuddi şunun o'xshash, yuqori o'xshash uylarni yasadi. Mana shu butlarning ichidan Davis, Xasam, Bujaylat degan qabilalarga xos bo'lgan Sulxalasa degan butlar. Mush Yaman zaminidan bo'lgan o'z shaharlarda. Hem Makka bilan Yamanning oralig'ida Bitabalab deydigan bir butlar. Hem Bani Tay qabilasi ve ular bilan yandaş yaşab kelgan Tayyib deg'ining orasida yashagan bu qabilalar uchun Pilsi deydigan bir butlar.
Selma ve Ucca degan butlar vardı. Şu butların içinden yine Riyam namlı butlar vardı. Yemen ehli, Himyer ehli için Sena'da bir Kâb'ini uluğlaydigan bir öy vardı. Hem şu butların için rıza deydigan but. Şu öylerin için rıza deydigan öy. Hem bu olsumu Beni Rabi'at ibn Kâb ibn Said ibn Zeyd kabilesiga xos olan bir öydü. Hem bu Menat ibn Temim kabilesiga mensup olan öydü. Hem şu öylerin içinden uluğlaydigan öylerden, şu butların özüden Bekir kabilesi, Teglab kabilesi. Yani Vail'nin iki oğlunun nesilden terakki kılgan Bekir Teglab kabilleri ve Sendat'taki ibadet kabilleri üçün bu Ka'bat deydigan butlar baydı. Hem yine Davis kabilesininki bir butu vardı, bu butun namını Zulkefbeyn deb ataydı. Bekir ve Malik ve Kinana kabilesinin oğulları olan Mulkan cemaatlarınınki bir butu vardı, bu butun namı Sa'de deyildi. Hem Uzrat kabilesinin bo'lgan bir xalqning buti vardı, bu butun namı Şems deyildi. Xavlan kabilesinin bir butu vardı, bu butun namını Umyanis deyildi. Ve hakaza inteşeratul asnam ve tuvarul asnam fi ceziratul Arab. Hatta sara li kulli qabila thumma fi kulli beytin minha sanam. Emmel mescidul haram fekanu kad mela'uhu bil asnam. Mana butparastlik, mana but heykellerge ibadet kıladigan, çokunadigan o'rinlar Arab qo'rg'ligiga ana shuningdek taqaldi. Her bir kabileninki, andikin her bir ailede şu butlardan bir but buldu. Ama Mescid-i Haram'a gelsek, bu Mescid-i Haram'da bu Kureyş müşriklere butlar bilan to'shqizayotgan. Cenab-ı Resulullah Mekke'ni azat kılgan vaqtida, Cenab-ı Resulullah Mekke etrafında 360 tane butni uçuratgan. Cenab-ı Resulullah bu butların o'zini qo'lidagi as yog'och bilan cho'qishga boshladi, hatto bu butlarning hammasi chayqalib tuvanga tushib ketdi. Ondan keyin Cenab-ı Resulullah bu butlarni chiqarib chiqib buyruq tushirdi, ondan keyin masjiddan chiqarib etildi va ko'ydirib etildi. Va kana fi jawfil Ka'bat aydan asnam va suvar. Ka'baning ichida ham bir muncha haykal va suratlar bor. Mana bu heykel suratlarning ichidan İbrahim alayhissalomning surat shakli bo'yicha yasalgan bir but bor. İsmoil alayhissalomning surat shakli yasalgan bir butlar bor. O ikkisining qo'lida talay sinaydigan bir pal o'qlari bor. Mana bu heykellarning o'zi yo'qtildi. Ham shu suratlarning o'zi Makka azod bo'lgan kunda o'chirib etildi. Kişiler özlerinin azgınlığa çoğunqurlab çökep girip ketdi, petip ketdi. Hatta ki deydir Ebu Rical Otaridi raziyallahu anhu biz taşqa ibadet qilatdik. Biz ibadet qilayotgan şu but heykelimizin yaxshiroq bir taşını tepib olsak, biz yeni bir o taşını taşıp etib yeni bir taşını alıptık. Biz endi bir tal taşını tapamagan vaqtimizda biz bir o'chun bir düve topunu bir yerga jo'g'laydik. Ondan keyin biz bir qo'yning qashig'i keldik, ondan keyin qo'yni shu alaqi bir duva to'pining ustiga qo'yning sutini sag'atdik. Ondan keyin biz ashani tavoq qilib aylanatdik. Ve cümletul kavl inna şirke ve ibadetel asnam kana ekber mezher min mezahir dini ehlil cahiliye ellezine kanu yaz'umuna ennehum ala dini İbrahim aleyhisselam. Xulası gap cho'qim bu shirk ve butga ibadet qilish bu ikkisi o'zlarini İbrahim aleyhisselamning dini ustida deb da'vo qilayotgan jaholatda qolgan bu kishilarning diniy faoliyat ko'rinishlaridan eng cho'ng bir ko'rinish bo'lib kelgan. Ammo shirk iddisi
butqa cho'qinish, butqa ibodat qilish iddisi ularning ichida shu asosda paydo bo'ldi. Ular olsun malaikalarni, payg'ambarlarni, elchilarni, Allohning avliyo, taqvodor, yaxshi ishlar bilan shug'ullanayotgan solih bandalarini ko'rgan vaqtida ularni Allohga eng yaqin maxluqlari deb qaragan vaqtida Allohning oldida martabasi eng cho'ng, darajasi eng hurmatli deb qaragan vaqtida cho'qim ularning qo'llari orqali bir qism mo'jizalik xoriqul odatlar, bir qism karomatlar oshkor bo'ldi deb qarab, shu aqidaga, shu tunishga kelgan vaqtida ular shunday deb o'yladi, ularga Allah subhanahu wa ta'ala xos bo'lgan bir qism ishlar faoliyat etib berish, boshqarish va bir qism kuch-quvvatni berdi deb o'ylab gumon qildi. Shunda gumon qildi. Cho'qim ular dahi o'zlarining shu ifogan boshqarish faoliyat huquqlari, ularning Allohning huzuridagi martabasi, obro'yining jihatidan ular Allah subhanahu wa ta'ala bilan Allohning umumiy bandalari o'rtasida bir vosita bo'lishga haqli deb qarab qolgan, shunda gumon qilib qolgan. Onda qolganda hech qanday bir odamning o'z hojatini Allohga tanglash, Alloh to'g'ri qilish loyiq emas. Faqat osh kishilarning vosita bilan orqali Alloh to'g'ri qilib bo'ladi deb aqida qilib shunda gumon qilgan. Onda qolganda Alloh ibodat qilish bilan shug'ullanish loyiq bo'lmaydi, faqat osh kishilarning vosita bilan bo'ladi. Chunki ular bu özlerini Allah yakınlaştırdıgan, Allah yakınlaştırdıgan mertebesinin fazileti bilen. Çünkü ular özlerinin Allah'ın huzurundaki faziletlik mertebesi arkalık özünü Allah'a yakınlaştırdı dep şunda gumon qilgan. Mana ulardan muşu gumon urun ağa vaqtida ularga muşu itiqat singan vaqtida mana o kishilar ularni do'st qilib tutdi. Ularning o'zini o'zlari bilan Alloh taolaning o'rtasida bir vosita qilib oldi. Ularning o'ziga o'zlari bir yaqinlashtirish vositalari deb qaragan narsaning hammasi bilan ularga yaqinlik bir izhor qilishga urindi. Ondan keyin ularning ko'p qismi uchun surat va haykallarning o'zini uyib yasadi. Yoki ular bo'lib kelayotgan shu surat haykallariga uyg'un kelgan haqiqiy bir suratni yasagan bo'lsin. Yoki ularning zihniyatida ular xiyol bo'lib kelgan yoki ular xiyol qilgan bir suratga uyg'un shaklida xiyoliy surat bo'lsin, ayndaq surat haykallarni uyib yasadi. Masalan, ularning kallasida İbrahim Aleyhisselam'ınki şekli, qiyofati, boy turuqi, uzunluğu, kengligi ma şekilde edi deb kallasida xiyol qilgan bo'yicha İbrahim Aleyhisselam'ning suratini chizgan bo'lsa, İsmail Aleyhisselam'ning surati ma şekilde mandaq edi deb kallasida xiyol qilgan, xiyoliy tasavvurda mandaq shaklda degan bo'lsa, xiyoliy tasavvur bo'yicha İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ning suratlarini shu shaklda yasgan, shu shaklda haykal qilgan. Mana mush surat, mush haykallar atıladır, asnam deb atıladı. Ko'pincha holatda ularning o'ziga surat va haykallarni o'ymaydi. Balki ularning qabrisini, ularning gumbazlarini, ularning bir qism o'rinlashgan qo'mondonlik, rahbarlik shtab o'rinlarini, ular tushgan o'rinlar, ular dam olish uchun aram olgan o'rinlarning hammasini muqaddas ulug'lanadigan bir o'rin qilib oldi. Ular şu o'rinlarning o'ziga nurg'unlagan nazar-nuzrat, qurbonliqlarni taqdim qildi. Ayning uchun bir bo'ysunish, itoat qilish faoliyatlarini yapadi. Mana mush gumbazlar, mana mushu rahbar, mas'ul kishilarning o'rinlashadigan qo'mondonlik shtab o'rinlari, mush o'rinlar bu avson deb ataladi. Ama ularning mushu bu haykallarga ibodat qilish cho'qinishi, ular uchun bu ibodat qilib cho'qinishda mush Amr ibn Luhayning ko'pinchisini paydo qilgan an'ana, urf-odatlar va bir qism faoliyatlar bo'lib kelgan.
Ular şunda deb o'ylaydi, Amr ibn Luhay paydo qilgan narsa bu ajoyib go'zal bir ijodiyat bo'ldi deb o'ylagan. İbrahim Aleyhisselam'ın dinini o'zgartib etish bo'lmadi deb qaragan. Ularning butqa haykallarga ibodat qilish jumlasining ichidan shu bo'lgan ularning ustuvandagi qiladi. Ular bu but haykallarga ibodat qilishga shundoq beriladi. Bosh shukrib qiladi. Hem şu but haykallarning o'ziga yelinadi. Ular şu but haykallar bilan vaqirab to'laydi ve qattiqchilik vaqtida onundan yordam talab qiladi ve onundan o'z hojatlari uchun onunga duo qiladi. Ular o narsalar Allohning oldida shafaat qiladi ve özleri irade qilgan narsa ular ishga oshirib turdi degan aqida e'tiqodda bo'lib turib, o'z hojatlari uchun onunga duo qiladi. İkinciden, وَكَانُوا يَحُجُّونَ إِلَيْهَا وَيَطُوفُونَ حَوْلَهَا. Ular şu urulların o'ziga haj qiladi, ziyorat qiladi. Şunun etraflarına tavaf qilib aylanadi. Şunun qaşıp kelgani o'zini nahayat xar bichara holatda qo'yadi, uni sajda qiladi. وَكَانُوا يَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهَا بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْقَرَابِينَ. Ular da şu bu haykallarga turli qurbonliklar bilan yaqinlik izhor qiladi. Ular da şu narsalar uchun alayda tiklangan maxsus toshlarning oldiga egilib, şu bu haykallar uchun bir narsalarni qurbonlik qilib bo'g'izlaydi. Xuddi qaysi o'rinda bo'lsin, shu narsalarningki bu haykallarning nomi bilan bo'g'izlab qurbonlik qilgan o'xshash. Mana bu ikki turdagi bo'g'izlash qurbonlik qilish, bu ikkisini Alloh taolo o'zining tuvangi so'zi tilga etdi. Va ma'subihalan nusub deb. Ya'ni maxsus bir narsalarni bu haykallarga atab bo'g'izlash uchun tiklab qo'ygan tosh ustida bo'g'izlangan narsa bu harom. Sura Maide'nin 300. Yine Allah Teala'nın ve la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayh. Yemanglisizlar Allah'ın namı yad etilmeyen narsalardan yemanglar deb boşu ikki turdagi qurbonlik bo'g'izlashlarni Allah Qur'onda tilga etdi. To'rtinchidan, ash bu haykallarga yaqinlik izhor qilish turlarining qatorida shu bo'ldi ular. Təxi şu bu haykallarning o'ziga o'zlarining yemək içməklaridan o'zlariga bunda ko'rilgan narsa bo'yicha yemək içməklaridan xos bir narsalarni tayinlaydi. Ya'ni shuningdek ular şu bu haykallar uchun o'zlarining tarixchilik ziroatlaridan, o'zlarining chorvalaridan ma'lum bir nasibalarni xoslashtiradi. Ajoyib kulkuli, qiziqarli bo'lgan İşlarının qatarını çoxum ular taq aşınыңdan ma'lum bir qismini hem Allah'a xaslaşdırdı. Hem ularning qarashida taq onun üçün bu haykallar, yani Allah üçün bo'lgan narsa bu haykallarga yetkazadigan bir qancha sabablar bor. Lekin Allah tarafga ularning butlarga xos bo'lgan narsani Allah tarafga xaslashtirgan bu nasibiga qetib etishga yetkazishga bo'lmaydi. Mana bu Arab müşriklerinin mush itiqadı, mush faaliyetini Allah eyiplab, söküp, ma tüvenki ayette tilga etdi. Dedi Allah Teala: "Ve cealu lillahi mimma zara'a minel harsi vel en'am nasiben faqalu hadha lillahi bizamihim ve hadha li şurakaina fema kana li şurakaihim fela yasilu ila Allah ve ma kana lillahi fe huve yasilu ila şurakaihim sa'a ma yahkumun." Sura En'am'ın 136. ayet. Ular Allah üçün Allah yaratgan ziraatlar, çarvalardan ma'lum bir nasibini qildi. Dedi ular o'zlarining da'vosi bo'yicha ma'u Allah üçün, ma'u bizning sheriklarimiz üçün. Ularning sheriklari üçün bo'lgan narsa Allah tarafga ulaşmaydi. Allah üçün bo'lgan narsa bu ularning sheriklariga ulashadi. Ular chiqargan hukm ne kadar nachara. Beşinciden, bu Arab müşriklerinki şu put haykallarga yaqinlik izhor qilish turlarining qatoridan sirat, charvalar aqib nazr qilish. Dedi Allah Teala: "Ve qalu hazihi an'amun ve arsun hijrun la yatamuha illa man nasha'u bizamin ve an'amun hurrimat zuhuruha ve an'amun la yazkuruna ismallahi alayhi iftira'an alayh."
Dedi ola, moşu çarvalar, moşu ziraatlar, məxsus xas atab to'xtib qo'yilgan nesi budur ki, onu faqat biz xohlagan kishilar taom qilib yelaydi deb ularning da'vosi bo'yicha degan. Birmuncha chorvalar borki, ularning uchisiga minish, ularning uchisiga bir narsa otish harom qilindi. Bir chorvalar borki, bu aynan Allohning nomini yod etmaydigan chorvalar. Mana bu Makka mushriklarning shu bu haykallarga yaqinlik izhor qilish, turlarning qatoridan ziroat va chorvalarning o'zida nazar o'tkazish. Bu haqda Janob Alloh dedi: "Va qalu hazihi an'am wa arsalna la yaqamuha illa man nasha bi zamin wa an'amun hurimat zuhuruha wa an'amun la yazkuruna ismallahi alayhi yatran alay." Sura An'am'ning 138-oyat. Dedi ola, moşu çarvalar ve moşu ziraatlar bu məxsus bu heykellərə atab qoyulğan, toxtub qoyulğan. Bunu faqat ularning davası üçün xalığan kişilər taam qilib yeydi. Yeni bölümün çarvalar var ki, onunki üstüge mönüş ve onun dömbüllərə bir narsa atış haram qılınğan çeklengen. Bölümün çarvalar var ki, onunla Allah'ın namını yad etmeydiğen çarvalar var. Mal bu narsaların hepsi Allah bizi buyurdu deb Allah'ın üstüden töhmet qilgan holatda bunda degan. Mana bu Arab mushriklarınki bu heykellarga maxsus yaqinlik izlash, yaqinlik izhor qilish faoliyat turlarining qatoridan bahirat, soibat, vasilat, hami degan nom ostidagi chorvalarni maxsus atgan bunda e'tiqod aqidadagi faoliyatlar bor. Bu haqda Said ibn Musayyab rahimahulloh undaq degan. Bahira deganninki ening sutlari maxsus tağutlar uchun, yine şu bu heykellarni bor tağutlar uchun şunun to'xtilgan, şunun cheklangan. Ve onu adamlardan bir adam seg'ib içenmeydi. Sahibat degani ularning o'zi bu sahibat bo'lgan bu tuguni o'zlarining ilohlari uchun erkin qo'yibdi. Sahibat deganning lug'at ma'nosi bu erkin qo'yilgan. Hech qanday bir to'sqinlikka uchramaydigan erkin azodi qo'yib berilgan tuguning o'zi sahibat bo'ladi. Yani bu sahibat deganimiz onu öz ilohlari uchun erkin qo'yib etganlar. Onunga hech narsa ortilmaydi. Vasilat deganimiz Vasilat deganimiz bu tunji qatim tug'ilgan bir tuyga, tuyguningki usullarining tasfida birinchi bo'lib tug'ilgan tuyga kishi bilan tug'ilgan. Yani kishi bo'lib tug'ilgan tuyga. Ondan keyin, ondan keyin yeni kishi tug'ildi. Yeni kishini tug'ildi. Ular buni o'zlarining taqdirlari uchun erkin qo'yib etgan. Eğer o ikisinin biri yeni birisiga yetsa, o ikisinin o'rtasida erkinlik bo'lmas. Demek aqidillarki ayda tish tuqqan bo'lsa, mana bu o'z taqdiri uchun erkin qo'yadi. Hami deganimiz bu bir erkak tugi bo'lib, bu sonliq 10 tugi bilan juplashadigan bo'lsa, 10 tugi bilan juplashgan bo'lsa bir erkak tugi. Ondan keyin o'zining juplashini ato qilib bo'lgandan keyin uni taqdiri uchun tashlab qo'ygan. Demek bir erkak tugining o'zi 10 tugi bilan juplashib 10 tane bir avlod qoldirgan bo'lsa, o tuginingki juplashish hojatlari soni oyoqlashgan bo'lib ekan, uni taqdiri uchun tashlab qo'yibdi. Va uni maxsus yuk ortishdan onu afu qilib kechiryapti. Ondan keyin uningga hech narsa otilmadi ve o tugining o'zini hami ve o'zining kuchsini dumbusini qo'g'digan tuga deb atadi. Mana bu Sahih Buxoriyda ham Fathul Bariyda bor. Dedi İbn Ishaq, bahirat deganimiz bu sohiba bo'lgan tuginingki bu chisi botuluqdir.
Mana o bir tügükki sahibi degan bir tüge bu 10 tishdani botuloq tügünün arasını davomlashtirgan bo'lsa, ularning arasida erkak olmasa, bu erkak qo'yib berildi, uning dumbisiga minilmadi va uning joni qirqilmadi. Uning sutini faqat mehmonlar ichadi. Mana 10 dana bir tüge botuloqni tuqqan bo'lsa, bir tüge 10 yilsa hammasi erkak olmay kishli bo'lib kelsa, birisi erkak yo'q, kishi bo'lgan bo'lsa, bu sahiba bo'ladi. Sahiba deb ataladi. Shuningdan keyin tuqqan kishi bo'lsa, uning qulig'i qanday qildi? Bu yer vetildi. Ya'ni qulig'i kesib vetildi. Andan keyin uning yo'li öz onasi bilan erkin qo'yib berildi. Andan keyin uning dumbisiga hech narsa minmadi va otildi. Ve onun şunluğumu qirqitilmadi. Onun sütünü faqat mehmon ichdi. Shundaq o'zining onasi qanday qilmagan bo'lsa, o mana sahibaninki tish botulug'i deb atab bahirat degan nom qo'ygan. Yani vasilat degan narsa o bir qo'y bo'lib, bu oqa 5 qatim qo'soq ko'tarib 10 dona tishpaqlarni tuqqan bo'lsa, bu vasilat deb ataladi. Ularning 30 erkagi yo'q, andan keyin bu vasila qilindi. Ular mushu Makka mushriklar shunday deyishdi, vaqat qad vasala. O o'z murodiga yetdi deb. Andan keyin shuningdan keyin tug'ilganlari, yine 10 dona chipaqlarni tug'ib bo'lgandan keyin, uningdan keyin tuqqan paqlarni erlar uchun xos ularning ayollari. Fakat şu 10 şipaqlarni to'qilib 11-chi tug'ilg'ini o'lab qolgan bo'lsa, tushgandan keyin buni yeyishda ularning erlari, ularning ayollari o'rtoq bo'ladi. Hami deganimiz bir erkak tugi bo'lib, uningki oqim 10 dona botuloq balasi bo'ldi. Ularning orasida bir erkagi yo'q, andan keyin u o'zining kuchisini dumbisini qo'g'digan bo'ldi. Andan keyin u menilmadi, uning joni qirqilmadi. Andan keyin o tügülerin özüge erken qo'yib etildi. Andan keyin bu erkak tügünün o'zi xohlagancha o tügüler bilan juplashib yuradi. Mana onundan shuningdan boshqa hech narsa manfaatlangili bo'lmaydi, manfaatlanmaydi. Aşağıda tushida Alloh taolo ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilati wala ham walakinnallazina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kazib va aktsaruhum la yaqilun. Sura Maidaning 103-oyat. Allah subhanahu va taolo bahirat, saibat, vasilat va hamdin hech narsani qilmadi. Buni Alloh yo'l qo'ygan emas. Lekin kafir olgan kişiler bunu Allah bunda buyurdu deb Allah'ın ustidan yolg'onni to'qiydi. Ularning ko'pinchisi bu aqlni ishlatmaydi. Yeni tushirdi Alloh taolo va qalu ma fi butuni hazil an'am khalisatun lizukurina va muharramun ala azwajina va iyyakum maytatan fahum fi shuraka. Sura An'amning 139-oyat. Dedi ular mushu çarvanınki mush hayvanning qo'sg'idagi bala bu bizning erkaklarımızga xos, xolisdir, bizning ayollarimizga haromdir. Eğer ülük olab qolsa, ularning hammasi ülük baqlanda şerikdir dedi. Deyildi mush An'amning tafsirisida, An'am surasining tafsirisida va undan boshqalarda deyildi. Said ibn Musayyab rahimahullah'dan yuqorida deb o'tilib ketdi, mush hayvonlar ularning tağutlar uchun bo'lgandi. Sayyidina Jo'qin payg'ambar alayhisolatu vasallam dedi: "Ra'aytu Amr ibn Luhay al-Khuzai." Men Amr ibn Luhay al-Khuzai'ni ko'rdim, o'zining uchoylarini tavziyatda so'rabdan o'tdi dedi. Chunki Amr ibn Luhay İbrahim alayhisolamning dinini o'zgartgan tunji shaxs bo'lganligi uchun andan keyin bu haykallarni tikladi va andan keyin tugilarning o'ziga sahiba degan nom bilan erkin qo'yibdi.
andagi bahiratni o'zini bahira qildi, vasilatni vasila qildi, hamina hami degan nomlarni qo'yib, shundoq bir urf odat, diniy e'tiqodni shakllantirganligi uchun bu badbaxtning o'zini davzaqda o'zining uchoylarini so'rablanayotganligini ko'rdim degan. Arablarning o'zi oshning hammasini o'zlarining butlariga qaratdi. Nimishqa degan shu butlar o'zlarini Allohga yaqinlashtirdi, o'zlarini Allohga ulashtirdi, Allohning huzurida bizga shafaat qiladi deb aqidada bo'lganligi uchun oshning hammasini o'z butlariga qilgan. Mana mush mazmun Qur'oni Karimda keldi. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilalloh zulfa deb Sura Zumarning 3-oyatida. Biz ularga ibodat qilmaymiz, faqat ibodat qilishimizdagi sabab bizni Allohga yaqinlashtirish uchundir degan. Yine Allah Sura Yunus'un 18-oyatida ve ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum ve la yanfa'uhum ve yaquluna haula şufa'una indallah degan. Mana ular Allah'ını qo'yib turib, ularga hech qanday ziyon yetkazmaydigan, ularga hech qanday foyda etkilanmaydigan bir narsani iborat qiladi, cho'qinadi. Deydir ular, mana mushlar Allohning huzuridagi bizning shafoatchilarimiz deyishadi. Bizning bugungi darsimiz inshaalloh oyoqlashadi. İnşallah biz erta yeni dersimizni davomlashtirish uchun mushu soat, mushu vaqtlarda inshaalloh ko'rishamiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.